qoyil. Madina, bilasizmi, shu kunga qadar 35 mingdan ziyod badiiy hamda elektron adabiyotlarni o'z ichiga sig'dira olgan Toshkent tumani axborot kutubxona markazi tumanimizdagi kitobxonlar sonining o'sishiga keskin hissa qo'shmoqda. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, albatta kitob insonning eng chin do'sti va kutubxonaga kirgan inson o'zini juda ham xotirjam his qiladi. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan hafta davomida mana shu axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan O'zbekiston kitobsevarlar yurti shiori ostidagi 5-respublika kitobxonlik haftasiga start berilgandi. Xabarim bor va bugun mana shu kitobxonlik tanlovining yopilish kuni bo'lib o'tmoqda. Keling, shu bilan qisqacha tanishamiz. Mana ayni damda 5-respublika kitobxonlik haftaligi doirasida bugun oxirgi kunimiz yopilish marosimi va bu kunni axborot kutubxona markazi xodimlari buyuk allomalar hamisha barhayot shiori ostida yakunlashmoqda. Keling, ushbu hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, kitobxonlarning soni ko'payishi haqidagi ma'lumotlarni axborot kutubxona markazi rahbaridan to'liq ma'lumotlarni bilib olsak. Yurtimiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxon haftaligi o'tkazib kelinmoqda. Toshkent tumani axborot kutubxona markazimizda ham hafta davomida rang-barang turli tadbirlar o'tkazib kelmoqdamiz. Mana bugun buyuk allomalar hamisha barhayot mavzusida tadbirimiz bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbirlardan ko'zlangan maqsad aholini, ayniqsa yoshlarni kitob o'qishga jalb qilish, mutolaa madaniyatini shakllantirish va o'sib kelayotgan avlodni kitobxon qilib tarbiyalashdan iboratdir. Markaziy kutubxona rahbari sifatida shuni tavsiya etamanki, tumanimizdagi barcha aholini, yoshlarni, kitobxonlarni markaziy kutubxonamizga kelib, turli xildagi adabiyotlarni o'qishlarini tavsiya qilaman.